Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun ikkinchi darsimiz. O'tgan birinchi darsimizda biz Lido CRM nimaligini, CRM tizimlari nima uchun kerakligi haqida gaplashib o'tgan edik. Demak, bugun ikkinchi darsimiz. Bizning saytimiz orqali Lido CRM programmasini o'z kompyuteringiz yoki qurilmangizga qanday qilib o'rnatib olishni ko'rsatib o'tamiz. Demak, bu tipichniy kompyuter Windows programmadagi. Demak, sizga kerak bo'ladigan narsa brauzer. Istalgan brauzerdan bizning saytimizga kirib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni lido.uz saytiga demak, ko'rib turganingizdek, bu bizning saytimiz. Saytimiz 3 tilda yuritiladi. Bu yerda nimalar bor? Bosh sahifa, ya'ni umuman programmamiz haqida umumiy ma'lumotlar, programmamiz xususiyatlari, narxlar alohida o'tishimiz mumkin. Narxlar bo'limiga eng ko'p beriladigan savollar, biz bilan bog'lanish va saytimizning eng oxirida ilovangizni yuklab oling degan joyda ilovaning 4 xil versiyasi bor. App Store versiyasi, Play Store, macOS, Windows versiyasi. App Store versiyasi bu iPhone telefonlar, smartfonlar uchun, Play Store bu Android telefonlar uchun, macOS bu MacBooklar uchun mo'ljallangan va bizga kerak bo'ladigan bu Windows uchun mo'ljallangan versiyasi. Demak, uni yuklab olamiz. Birinchi bosib turganimizda uni yuklashni boshladi. Demak, mana deyarli yuklab bo'ldi. Endi done. Endi uni ustanovka qilamiz, installyatsiya qilamiz. Demak, bosganimizda birinchi bo'lib hamma kompyuterda chiqadigan bu ogohlantirish, ya'ni bu himoyalangan kompyuterning hammasida chiqadi. Mana bu o'rnatma degani, biz programma o'rnatish uchun more informatsiya degan joyga kiramiz. More information va run anyway, ya'ni baribir o'rnat degan tugmani bosamiz. Xo'sh, demak, bu yoqda bizda yangi versiyani tanlashni so'rayapti. O'zi odatda hech kimdan so'ramaydi. So'ramasa dalil-dalil qilib ketsa bo'ladi, lekin bizning holatda o'sha versiyani tanlashimiz kerak bo'ladi qo'lda. Demak, bizda bor brauzer qismi bor. Mana bu pastda turibdi. Demak, brauzerdan o'sha versiyani topib tanlaymiz. Open qilib bosganimizda va keyin tanladi. Mana OKni bosdik. Demak, ustanovkani boshladi. Biroz kutib turamiz. Mana, demak, programmani o'rnatib oldik. Demak, biz programmamizni o'rnatib oldik. O'yinda paydo bo'ldi. Endi programma kirganda til so'raydi, til tanlaymiz. Misol uchun o'zbekcha. Kirishda siz telefon raqamingizni kiritasiz va integratorlar sizga akkaunt yasab beradi, parol beradi. O'sha parolni kiritib akkauntga kirib olish mumkin. Telefon raqam va integrator tomonidan berilgan parol. Davom etish. Mana shunday qilib biz programmani ochib oldik. Bu sizga bo'yin-bo'sh bo'ladi. Ya'ni bizning interfeysimiz menyu bo'limi va ishlash doskasi. Keyingi ikkinchi darsimizda interfeys bilan mustaqil tanishib o'tamiz va har bitta bo'limga alohida to'xtalib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.